Germaniyaga joylashgan xatar ostidagi xalqlar tashkiloti Germaniya mashina ishlab chiqaruvchisi Volkswagenning Sharqi Turkistondagi og'ir kishilik huquq vaziyatining mas'uliyatidan o'zini qochirishdak sajjilik harakatini tanqidlab, Urumchidagi Amobab zavodini taqashni rad qilganligini e'lon qildi. Buningdan ilgari Amobab shirkatining Xitoydagi bosh ijroiya amaldori Stefan Urumchidagi zavodda majburiy emgak masalasi yo'qligini aytgan. Mutaxassis Yasna Kavisvich mundaq dedi: Bu şirket irqiy qirg'inchilik, majburiy emgakni oxirlashtirish va tutqun qilinganlarni qo'yib berish to'g'risida so'zlamay, Urumchidagi zavodini oqlamoqchi bo'lyotdi. Uningdan boshqa Kavisvich bu rayonda bolalar ota-onasidan ayrildi, Uyg'ur ayollari tug'mas qilib etildi. 100 minglagan kishilar dunyoning har qaysi joylaridagi shirkatlar uchun mahsulot yetishtirishga majbur bo'ldi dedi. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligi tarafidan tayyorlangan 2021-yillik ko'k tashliq dokladda Xitoyning Hong Kong va Sharqi Turkistonda kishilik huquqi daxl-taruz qilganligi ko'rsatildi. Dokladda Yaponiyaning Xitoy bilan bo'lgan ikki taraflik munosabatining eng muhim mavzulari ichida Uyg'urlar va Hong Kongliklarga qaratilgan kishilik huquq tafsandchiliklarimi borligi o'tirg'a qo'yilgan. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligi tayyorlagan 2021-yildagi dokladda Xitoyning Janubiy dengiz va Sharqiy Xitoy dengizidagi harbiy kengaymichilik harakatlariga bo'lgan andishasi gavlandirilgan. Dokladda mundaq deyildi: Xitoy hukumati elib berayotgan bu harbiy faoliyatlar Yaponiyaning rayonning muqimligiga bo'lgan andishasini qo'zg'adi. Doklad yana Xitoyning kengayishiga qarshi qurilgan 4 davlat ittifoqining muhimligi ta'kidlangan. Dokladda Amerika, Hindiston va Avstraliya bilan bo'lgan ittifoqning qonun bilan boshqarishni asos qiladiganligi va yo'l boshlash erkinligi kelishimini xalqaro jamiyatning qo'llaydiganligi bildirildi. Shundaqla Xitoy yo'lga qo'ygan chet el paraxodlariga o'q chiqarish huquqi berilgan qonun tanqid qilindi. Avstraliya Kengash palata a'zosi Patrik bir qonun loyihasi sunib, Sharqi Turkistondagi majburiy emgak masalasi sababli rayondan import qilingan barliq mahsulotlarni cheklashni tashabbus qildi. Kengash palata a'zosi Patrik bu qonun loyihasini o'tirg'a qo'ygandan boshqa yana federativ hukumatni Xitoy hukumatining Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy tonishga chaqirdi. Avstraliya Uyg'urlari Tang'artoq ayollar jamiyatining mas'uli Ramila Janshev Avstraliyada oilasi Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlariga qamalmagan bir kishi qolmaganligini ta'kidlab, Avstraliyaning majburiy emgakka oid dokladlarga inkos qaytarishda nihoyat osta harakat qilayotganligini aytdi. U mundaq dedi: Avstraliyada yoki xalqaroda bo'lsin, qullarning ishlatishini cheklash va jazolashni tezda yo'lga qo'yish kerak. Germaniya Bosh ministri Angela Merkel Xitoy Bosh ministri Li Keqiangga davlatining kishilik huquq munozarasi uchun texmi cho'ng bo'shliq ajratishi kerakligini yetkazdi. Egilanishicha, Merkel bilan Li Keqiang suhbatida yuqum, iqtisodiy hamkorlik va boshqa temalarda fikr almashtirgan. Merkel yig'indan keyin e'lon qilingan yozma bayonotida munosabatimizning bo'lishi bizning qiyin masalalarni muzokara qila oladiganligimizni va hamma narsani ustalga qo'ya oladiganligimizni bildirdi dedi va Germaniyaning Xitoydagi kishilik huquq tafsandchiligiga munosabatli tanqidlarni o'tirg'a qo'ydi. Yozma bayonotida albatta o'xshamagan ko'z qarashlar bor. Masalan, Hong Kongning vaziyatimi shularning biri. Biz barliq masalalar to'g'risida so'zlash fursatiga erishdik. Kishilik huquq masalasida suhbatni boldurroq boshlashimizni umid qilamiz. Xitoy 26 aprel jasuslukka qarshi turish bixatarlik xizmat nizomini e'lon qilgan. Xabar qilinishicha, Huawei, Sharqi Turkiston, Hong Kong qatorliq masalalar sababidan Amerika, Kanada, Avstraliya va boshqa g'arb davlatlarining Xitoy bilan bo'lgan munosabati kunsiri keskinlashayotgan bir paytda Xitoyning bu nizomini o'tirg'a chiqarishi Xitoyning munosabatlik sohalardagi yoshirin tahdidlarga diqqatining kuchaytirayotganligining namoyandasi ekan. Bildirilishicha, Xitoy davlat bixatarlik ministrligi e'lon qilgan jasuslukqa qarshi turish xizmat nizami Xitoydagi har qaysi idora organlarining jasuslukqa qarshi harakatga o'tishini qonuniy kafolat bilan ta'minlagan. Mazkur nizomda yana davlat bexatarlik organlarining boshqarish doirasiga asosan jasuslukqa qarshi turish xizmatlarida kasbiy yetaklash, nazorat qilish va tekshirishga mas'ul bo'ladiganligi ko'rsatilgan.
Mazkur yangi nizomida Xitoyning asosliq organ, guruh, korxona va boshqa ijtimoiy tashkilotlarga belgilik mas'uliyat yuklangan bo'lib, tilga ilingan organlarning xodimlariga davlat bexatarligini qo'g'dash tarbiyasi ilib berish, xodimlarni safarbar qilish va tashkilish orqali jasusluk va davlat bexatarligiga ziyon yetkazadigan qilmishlarning oldini olish va to'xtatish kerakligi belgilangan.